Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 2 kvadratlik obyektimiz nihoyasiga yetdi. Hozir obyektimizda ko'rinishlari, ichki holatlari, montajlari, katta yo'l ustanovkalarini hammasini ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi katta yo'l haqidagi foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib, like bosib qo'llab turinglar. Mana obyektimiz Soybo'yi choyxonasi. Ozgina ishi bor, yaqinda ishga tushadi. Lakatsa Qo'qon bozoridan bu yerga yo'lga yurganda Xumarog'obodga kirishda. Mana 3 etaj ko'rib turibsizlar. Mana katta yo'limizda ustanovka jarayoni. Chaqmoq ekonom katta yo'llari, mana garelkalar. Двойной редуктор 220 motor. Tezligini sizlarni aytilganiga qarab tezligini rostlab berilaveradi. Tezroq, sekinroq ko'mir surishini. 3 qavat eshik bo'lgan. Garelkalari. Pastda shu yig'ilgan kul qurimlarni tozalash uchun nimasi bor? Bezbani yechib tozalash mumkin.